Do'stlar, biz bugun o'sha mashhur Nanay qishlog'iga kirib keldik. Farg'onadan Qoraqalpog'istonga sayohatimizni, sarguzashtlarimizni 12-kuni Mamay qishlog'idan Nanay qishlog'iga o'tdik. Nanay qishlog'i haqida juda ko'p ma'lumotlar bor internetda, buni sizlar yaxshi bilasizlar va bu narsani o'zimiz ham ko'zimiz bilan ko'rish uchun keldik va Nanay qishlog'ini tabiatidan bahra olish uchun va sizlar uchun siz bilmagan ma'lumotlarni, yangiliklarni ochib berish uchun bu qishloqqa yetib keldik. Xudo xolasa biz bilan birga bo'ling. Endi kirib keldik. Xudo xolasa Nanay haqida yana ham ko'proq ma'lumotlarni sizlarga berib boramiz. Videomiz boshida bizga obuna bo'ling va bizni qo'llab-quvvatlash uchun izohlarda aktiv bo'lasiz va bizga like bosib qo'yasiz. Mana hozir o'tirgan joyimiz Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani Nanay shaharchasi deb ataladi. Hozirda shaharcha bo'lgan. Ayniqsa bu viloyat turizm shaharchasi deb e'lon qilingan. Mana sizlar Nanay to'g'risida, uni nomlanishi, kelib chiqishi, qachon paydo bo'lgani to'g'risida sizlarga ozgina bo'lsa ham ma'lumot bermoqchiman. Bu Nanay degan nomni ikki xil ta'riflanadi, tarifi bor buni. Buni Nanay degani forsichasiga Nanhay, nom bor degan ma'noni bildiradi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, Nanay degan so'z bu turkiylarning haqiqiy vatani bo'lgan tog'li Oltoy tundra xalqlarining tilida Nanay degani bu soy bo'yi degani. Menimcha shu haqiqatga yaqinroq bo'lsa kerak deb o'zimcha o'ylayman. Mana Nanay iqlimi paydo bo'lishi 16-asrda paydo bo'lgan deb eshitganmiz. 16-asrda faqat bu yerda chorvadorlar qishlab ketgan xolos. Yozda yaylov tog'larga chiqib, chorvachilik bilan shug'ullangan, kelib faqat qishlaydigan joy bo'lgandan keyin shu Nanayda o'troq xalq 1800-yillardan boshlangan bu. Endi buni iqlimi haqiqiy turizm sohasiga juda mos iqlim. Yozgi kunlarida ham ayniqsa soy bo'ylarida 34 gradusdan oshmaydi issiqlik. Haqiqiy dam oladigan salqin joylar. Mana hozir turizmda e'lon qilingandan keyin mana dam olish maskanlari bor. Turistlar dam oladigan turbazamiz bor. Mana iqlimini aytganda 4 fasl bor. Masalan, qish, bahor, yoz, kuz deganda 4 ta fasl bo'ladi bu yerda. Sababi qishda sovuq bo'ladi. Bahorda mana yog'ingarchilik ko'p bo'ladi. Yozda o'sha men aytgandek 33-34 gradusdan oshib ketsa 35 gradusdan oshmaydi bu yerda. Yozda issiqlik. Kuzda endi qandaydir xudo qudrati bilanmi mevalarni yig'ishtirish uchun unchalik yog'in bo'lmaydi bizda. Turistlar o'sha beshvonoq iste'mol qilgani kelishadi. Keyin ko'proq ot mingani kelishadi. Otam ko'p. Otam ko'p. Endi hozir sezon boshlanmaganicha eda-beda bor ot. Hozir endi sezonda to'lib ketadi hamma joyda. Nanay qishlog'ini juda ham so'lim, juda ham chiroyli joyiga sihatgoh qilingan ekan, sayohat qiladigan, sayrgoh qilingan ekan. Bu yerda bola chaqalar bilan kelib sayohat qilishlari mumkin. Agar sizni farzandlaringiz bo'lsa, farzandlaringiz bilan keladigan bo'lsangiz, tabiatmi yoki boshqa tog'larmi bolalaringiz uchun bir pul, lekin farzandlar uchun faqat kacheliklar, chaqpalaklar shunaqa narsalar kerak aslida, qayerda bo'lsa ham. Va mana shu joyda o'sha farzandlaringiz o'ynashligi uchun ham imkoniyatlar yaxshi ekan. Pastlarda ot mindiradigan otlar ham bor ekan, sohotli menimcha yo kunlik tog'larga chiqib ketish imkoniyatlari ham bor ekan, lekin biz bu tog'larga ko'tarilmaymiz. Bugun vaqtimiz chegaralangan bo'lgani uchun miriqib dam olish uchun, farzandlar bilan oilaviy yoki do'stlar bilan kelib dam olish uchun Nanay qishlog'i ham, Nanay shaharchasi ham eng yaxshi variantlardan ekan. Bizni kanallarimizni kuzatib turasizlar, chiroyli videolarni, shunaqa so'lim qishloqlarni, so'lim shaharchalarni videolarni ko'paytirib borishga harakat qilamiz. Xudo xolasa Farg'onadan Qoraqalpog'istonga sarguzashtimizni bugun 13-kuni, nasib bo'lsa 70-kuni deganda Qoraqalpog'istonda ham chiroyli videolar qilamiz Orol dengizidan. Nanay qishlog'ini yana o'zgacha bir yaxshi tomoni, ot minishni yaxshi ko'radigan yigitlarimiz, erkaklarimiz uchun ham ot minish uchun otlarni tayyorlashib qo'ygan ekan. Bunaqa sayohatga boradiganlar uchun ko'p joyda bunaqa imkoniyatlar yo'q. Misol, ko'p sharoitlar bor, lekin aynan ot minadigan imkoniyat hamma joyda ham bor emas.
Lekin Nanay qishlog'ida, Namangandagi qishlog'ida menimcha hozir so'raymiz, soatli yoki kunlik qanaqa ijaraga berishadi. Hozir aka otni mindirish qanday dogovor qilinadi sizlar bilan? Mindirish aka bizda 1 soati 150 ming so'm. Tepada Gapiravering. tepada adirlar bor, ot chopar bor. Ashaqlarga chiqib mehmonlar o'zlaricha uloq o'ynashadi. Ashaqlarda maza qilib 1 soat aylanib kelishadi. 1 soat 150 ming so'm. Otni bergandan keyin billab bo'lasizlarmi yoki o'zi bilan o'zi olib minib ketadi? Aylanib kelishadi, 1 soatda yetib kelishadi. Demak, ot minishni ozgina bilishi ham kerak, O'zlari bilishadi, maza qilib chopib uloq o'ynashadi. Tekis ot chopar bor edi tepada. Demak, doim keladigan o'zlar klientlaringlar ham bor, Klientlarimiz bor, telefon qilib keladi. Mana shu chiqib turamiz, zakazga kelishib o'zlari minib chiqib ketishadi. Ot chopar degan joylar qanchalik uzoqlikda, qanchalik tepalikda? 3 kilometr balandlik, 3 kilometr chiqadi. 3 kilometr tepaga chiqib ketadi. Ot bemalol yuraveradi. Bemalol edi, otni chopib, ashida uloq o'ynashadi. Hamma joy ko'rinadi uning ustidan. Demak, otni hozir misol soat 10 da berib yubordingiz. Berib yuborganingizdan keyin qaytib kelgunicha o'sha ishingiz bo'lmaydi. Xohlasa 1 soat minadi, xohlasa 2 soat minib aylanib. Vaqt o'tib ketsa, vaqtiga ham pul berishadi. Ashta, xohlasa 2 soatda keladi, xohlasa 3 soat keladi, pulini to'laydi. Pulini to'lashadi. Demak, Taqda prirodalar, vafshim zo'r, manzaralar, vafshim zo'r joylar bor-da. maza qilib dam oladigan joy Maza tepa. qilib dam olishadi. Demak, eshitdinglar o'zi ot egalaridan. Xohlasanglar otni o'zinglar bilasizlar, olasizlar. Minishni bilmaydiganlar bo'lsa, misol ertalab olib chiqishlar ham mumkin, Minishni bilmaydigan. Endi qiziqayotganlar bo'lishi ham mumkin, bilmaydiganlar. Bunaqalar uchun ham imkoniyatlar bor ekan. Hozir mana manzarani ko'ryapsizlar. Akalarimiz aytishlari bo'yicha tepadagi manzara bundan ham zo'r ekan. Ot minishni yaxshi ko'radiganlar mana shu yerga kelaverasizlar. Namangan viloyati Katta Qo'rg'onida. Yangi Qo'rg'on tumani Nanay qishlog'i. Shaharcha bo'ldi deyapti yaqinda. Nanay qishlog'i shaharcha bo'lar ekan. Shaharcha bo'lishining ham sababi turizm shaharga o'sha rivojlanib ketyapti. Turizmlar kuchayadi. Xudo xolasa o'sha ot chopar tomonlarga ham o'sha turizm daychalar tushyapti, xudo xolasa bu yildan. Lekin iloji boricha prirodani ham saqlab qolish kerak. Hamma joyga bino qurib yormash kerak. Yana bitta narsani bilish kerak. Dam olgani keladiganlar o'zi bilan biror narsa olib kelib pishirib ovqat qilib dam olgandan keyin axlatlarni qoldirmasdan ketish kerak. Bu narsaga e'tibor qilamiz. Do'stlar, mana bu sizlar ko'rib turgan manzara ham Namangan viloyatida, o'sha Nanay yo'lida Zarken tomondan kelganda, Chortog'dan chiqib, Zarken tomondan o'tib, Nanay tomonga yurganda yo'lda kichkina post bor ekan. O'sha postdan o'tiboq yo'l bor ekan, postdan o'tishinglarga yo'l bor ekan. Shu yo'ldan kirib kelganinglarda manaqa chiroyli manzaraga duch kelasizlar. Buni agar kelib ko'zinglar bilan ko'rmasanglar, til bilan gapirib ta'riflab berish juda ham qiyin. Chunki manzara biz internetda ko'radigan manzara emas. Agar ko'zinglar bilan ko'radigan bo'lsalar, juda ham boshqa narsa. Namangan viloyati bunaqa chiroyli manzaralarga o'ta ham boy. Agar Namangandan kuzatayotgan bo'lsalar, bittadan like bosib qo'yasizlar va umuman Namanganni emas, butun respublikamizda shunaqa chiroyli hududlarini sayohatimiz, safarimiz, sarguzashtlarimiz davomida, Farg'onadan Qoraqalpoqqa sarguzashtlarimiz davomida ko'rsatib boramiz. Biz bilan birga bo'linglar.